Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilar. Bugun biz erkaklarning quvvatini oshiruvchi mahsulotlar bilan tanishtirmoqchiman. Mana bu Tankat Ali hisoblanadi. Buni ichida 10 ta kapsula. Mana bu jenshin. Bu jenshin. Buni ichida ham 10 ta kapsula. Bu mana bunaqa holatda bo'ladi. Mana bu yeyiladi, ochib, chaynab yeb yuboriladi. Bularning bir-biridan farqi organizmga tushishiga qarab farqlanadi. Mana bu chumoli kapsulasi, bu ham erkaklarning quvvatini oshiradi, jinsiy hissini yana ham kuchaytirib, sog'ligiga xullas kalom foydasi bor. Buni erkaklar juda ham yaxshi biladi. Buni ichida 12 ta kapsula bo'ladi. Kapsula emas, buniki mana bunaqa vitamin hisoblanadi. Mana shu chumolini juda ko'p doktorlar ham tavsiya qilyapti, chunki ba'zi shunaqa organizmlar bor. Mana shu bilan effekti yaxshi olgan organizmlar bor. Xullas, bizda har xillari bor. Bularning hech qaysisi 100% bezarar deb bo'lmaydi. Organizmga qarab, misol uchun organizmida kuchli zaiflik bo'lsa, bu albatta bularni foydalanish kerak, chunki baribir oilaning mustahkamligi er-xotin munosabatlarini qanchalik yaxshiligiga bog'liq. O'shaning ham biz sizlarga har xillaridan olib kelib qo'ydik. Mana bu chumoli, bu Tankat Ali, bu zalotoy o'lin deyiladi, ya'ni jenshin hisoblanadi. Buni ham ichganlar effektini yaxshi sezadi. Bularning hammasi bitta kapsula ichilganda 3 kungacha ta'sir qiladi. Organizmga, yana ham organizmga bog'liq. Organizmda agar sezuvchanligi kuchli bo'lsa, 3 kundan ham ko'proq ta'sir qilishi mumkin. Lekin shunaqa organizmlar bor. Buni ichgandan keyin ba'zilar bir haftagacha ham ta'sirini sezdim, o'zimni quvvatga kirgan, yengil his qildim deydigan klientlarimiz juda ham ko'p. Bular bo'yicha telefon qilsanglar, erkak kishi javob beradi va xohlagan muammoinglar bo'lsa, yana ham savollar bo'lsa, o'sha erkak kishidan bemalol javoblarni har xil o'zingizlarni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Endi men bu haqda ma'lumot ochiq oydin aytaman. Qolgan savollarni o'zingizlar telefon qilib bemalol so'rashingiz mumkin. Mana bizda 3 xili bor. Mana Krepkim, большим. Mana Jinshinbao degani bu. Naturalniy produkt для мужчин. Hammasi tabiiy, почти, chunki mana bu chumoli qanaqadir ekstraktidan olinadi. Hammasini organizmga har xil ta'siri bo'ladi. Ba'zi odamlar juda ham yaxshi zo'r o'zlashtiradi, ba'zi odamlar eng asosiysi mana bu chumolini bu boshimni og'ritmaydi deb aytishdi. Telefon qilganlar, to'g'riroq erkak kishiga aytishdi. Buni ham shunaqa deyishdi. Boshni og'ritmasdan yaxshi effekt berar ekan deb aytishdi. Yosh chegarasi yo'q, albatta 18 yoshdan 25-30 yoshgacha biz bolalarga, erkaklarga tavsiya qilmaymiz. Chunki ularning sog'lig'i joyida bo'ladi. Telefon qilinglar, shu tepadagi raqamlarga bemalol sizlarga aloqaga chiqamiz.